Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. İstanbul'da arka-arkadan Sharq Turkiston haqida faoliyat elib berildi. 17 aprel Ümraniye Şehit Erol Olcaq İmam Hatip Mektebi'de Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Faoliyatni mazkur maktab tashkillagan bo'lib, faoliyatga maktabdagi o'qituvchi-o'quvchilar to'liq qatnashdi. Faoliyatga Sharq Turkiston Nozugum Kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'zuyg'ur xonim, Nurala Köktürk xonim, Sharq Turkiston vaqfining sobiq raisi Hamid Köktürk apandi, Murat Altun apandi qatorliqlar taklif bilan qatnashib, ayrim holda Sharq Turkistonning tarixini, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatlarini, Xitoyning yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini lagerga solab, hatto qirg'in qilishga boshlaganligini, nurg'un bolalarning igicha haqsiz qolganligini tafsiliy tunishtirdi. Faoliyat yana Sharq Turkiston xalqining kiyim-kechak madaniyati, yemak-ichmak madaniyati ko'rgazma qilindi. Maktab o'quvchilariga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan yo'lsizliklari tunishtirilgan suratlar ko'rgazma qilindi. Oxirida o'quvchilar Uyg'ur taomlari bilan mehmon qilindi. Bugun 18 aprel yana Topkapi Kultur maydonida o'rtaq madaniyatlar uchrashish faoliyati o'tkazildi. Zeytinburnu rayonlik milliy ma'rif mudirligi o'rinlashtirgan mazkur faoliyatga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati, Sharq Turkiston Nozugum Kultur va oila jamiyati, Sharq Turkiston yangi nasil harakati qatorliq jamiyatlar ishtirok qildi. Faoliyatda Uyg'ur madaniyati tunishtirilib, Sharq Turkiston bayrog'i, Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyati, uy jabduqlari qatorliq madaniyat buyumlari ko'rgazma qilindi. Faoliyat yana farzandlarimiz samo usuli qatorliq o'yinlarni ko'rsatib, tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishdi. Oxirida faoliyatga ishtirok qilgan 52 davlatning vakillari va Zeytinburnudan kelgan Uyg'ur o'quvchilar bo'lib, 2000 ga yaqin kishi Uyg'ur polosi bilan mehmon qilindi. Uyg'ur akademiyasi Shuhrat Mutallibni Xitoy bilan hamkorlashmaslikka chaqirdi. 17 aprel Uyg'ur akademiyasi Amerika Oregon Sahiya va tabiiy fan universiteti professori doktor Shuhrat Mutallibni Xitoy tajovuzchilari bilan hamkorlashmaslikka chaqirdi. Uyg'ur akademiyasining yozma chaqiriqida monolar tilga elindi. 2013-yildan 2015-yilgacha Uyg'ur akademiyasining faxriy raislik vazifasini o'tagan doktor Shuhrat Mutallibning bir necha yildan beri To'ralma g'o'l hujayra tadqiqoti sohasida Xitoy tajovuzchilari bilan hamkorlashganligi haqidagi xabarlar tarqalib, Uyg'urlarning nafratini qo'zg'adi. Shu munosabat bilan Uyg'ur akademiyasi Shuhrat Mutallibning Uyg'ur akademiyasi faxriy raislik vazifasi oxirlashgandan beri Uyg'ur akademiyasi bilan munosabatining yo'qligini, Shuhrat Mutallib haqidagi ahvollarni surishti qilayotganligini, Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilayotgan Xitoy tajovuzchilari bilan allaqanday sabablarni ko'rsatib hamkorlashishning qat'iy to'g'ri emasligini, Xitoy tadqiqot organlari bilan har qanday yo'sinda hamkorlashmaslikka chaqiriq qiladiganligini e'lon qildi. Kuzatuvchilar Uyg'ur akademiyasining chaqiriqini qarshi elish bilan birga Shuhrat Mutallibning Uyg'ur akademiyasining a'zolik salohiyatidan chiqarib tashlangan yoki tashlanmaganligi haqida uchur berilmaganligiga diqqat qilmoqda. Xalqaro bolalar festivaliga Sharq Turkistonlik bolalar qatnashdi. 18 aprel Sharq Turkiston tashkilotlar birligi nomidan Xalqaro bolalar festivaliga qatnashmoqchi bo'lgan Uyg'ur o'smirlar Turkiyaning Kocaeli viloyatiga yetib bordi. Faoliyat Turkiyaning Kocaeli viloyatiga o'rinlashtirilgan bo'lib, 23 apreldan tortib bir hafta davomlashadi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi nomida cho'nglardan 4, bolalardan 20 bo'lib, jami 24 kishi Sharq Turkiston Nozugum Kultur va oila jamiyati bosh kotibi Shamshunur O'zuyg'ur xonimning yetakchiligida faoliyatga qatnashdi. Bugun tushdan keyin Kocaeli viloyati Mavlana Imom Hatip o'ttir maktabiga yetib borgan Uyg'ur farzandlari faoliyat maydonidagi bolalar tarafidan qizg'in qarshi olindi. İstanbulning shahar boshlig'i aniq bo'ldi. Türkiye Ovoz radiosi xabarda bildirilishicha, Cumhuriyet Xalq partiyasi nomzodi Akram İmamoğlu İstanbul shahar boshlig'i bo'ldi. Türkiye'deki hakimiyet ustidagi partiya Adalet ve Taraqqiyot partiyasi 31 martda o'tkazilgan saylamning natijalariga norozilik bildirganligi sababidan
İstanbulga qarashliq ba'zi nahiyalarda saylam biletlari qaytadan sanaldi. Saylam natijalariga asoslanganda Akram İmamoğlu 4.169.765, Adalet ve Taraqqiyot partiyasining nomzodi Binali Yildirim 4.156.036 ovozga erishgan. Saylam natijalari Oliy Saylam komiteti sistemasiga xotirlangandan keyin Cumhuriyet Xalq partiyasi nomzodi Akram İmamoğlu viloyatlik saylam komitetidan İstanbul shahar boshliqlik guvohnomasini topshirib oldi. Akram İmamoğlu guvohnomani topshirib olgandan keyin Sarajxonadagi İstanbul shaharlik hukumat binosida sobiq İstanbul shahar boshlig'i Mavlud Uysaldan shahar boshliqlik vazifasini topshirib oldi. İmamoğlu mundaq dedi: "Shahar boshliqlik guvohnomasini topshirib oldim. Buningdan qattiq iftixorlanaman. To'liq xushalman. Guvohnomani 16 million İstanbullikqa vakolatan topshirib oldim. İstanbulning ehtiyojlarini obdan bilaman. Bu shaharda yashayotganlarning talablaridan mo xabarim bor. İstanbulliklarga xizmat qilishni darhol boshlayman." Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Uyg'urlar masalasini tilga olmoqda. 16 aprel kuni Washington shahridagi eng dangliq aqllar markazining biri bo'lgan Hudson markazida o'tkazilgan Yevropa Ittifoqining Xitoy va Amerika bilan bo'lgan munosabati temasidagi muhokama yig'inida Uyg'urlar masalasi yana bir qatim tilga olindi. Bu qatimqi muhokama yig'inining mehmonlaridan Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining Hindi Tinch okean rayoni bexatarlik ishlariga mas'ul muavin mudofaa ministri Randall Shriver Amerikaning Xitoy va Yevropa Ittifoqi bilan bo'lgan munosabati haqida to'xtalib, Sharq Turkistondagi insoniyat tragediyasi tashqi dunyoga noma'lum holatda turmoqda dedi. Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy bostirish haqida Xitoy rejimini ayblab so'z qilganlar ichida Amerika hukumatiga qarashli har qaysi ministerliklarning ministrlari va oliy darajalik amaldorlari bo'lsa-mu, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligidan texi hech kim bu to'g'riliq eg'iz echib boqmagan edi. Aloqador zotlar bu haqda to'xtalib, Randall Shriver'dek bir oliy darajalik amaldorning og'zidan bu so'zning chiqishi zo'r ahamiyatga ega deyishmoqda. Volkswagen avtomobil shirkati Sharq Turkistonning vaziyatidan xabarsiz ekanligini bildirdi. Yaqinda ijtimoiy taratqularda Germaniyaning Volkswagen avtomobil shirkatining ijroiy amaldorining Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga so'langan Uyg'urlarning vaziyatidan bexabar ekanligini bildirgan bir sin ko'rinishi tarqaldi. Mazkur sin ko'rinishi 15 aprel kuni Twitter to'rida e'lon qilindi. Sin ko'rinishida Angliya radio shirkati BBCning muxbiri Volkswagen avtomobil shirkatining ijroiy amaldoridan Sharq Turkistonda Volkswagen avtomobilini ishlab chiqarish aslahalari bor yo'qligini so'raganida u rayonda shu xildagi aslahalarning borligidan xushal ekanligini ham faxrlanadiganligini bildirgan. Orqadan muxbirning "Undaqda siz Xitoy bilan hamkorlashayotganligingizdan faxrlanamsiz?" degan savoliga mazkur amaldor javob berib, "Shundaq, biz yana Uyg'ur rayonida qo'laylik aslahalarni ishlab chiqaramiz" degan. Oxirida muxbir uningga Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga yurgizayotgan qattiq qo'l siyosatini qisqacha tushuntirish bilan birga, uning Sharq Turkistonga ishlab chiqarish aslahalarini qurishdan faxrlanishining to'g'ri emasligini aytganida, u o'zining bu masalaga baho berolmaydiganligini hamda rayonning vaziyatidan butunlay xabarsiz ekanligini so'zlab o'tgan. For a million Uyghur people, that is, it has referred to as re-education camps as part of its counter-terror threat in the west of this country. You don't know about that? I'm not aware of that. Twitterda tarqalgan mazkur sin ko'rinishiga Angliya Nottingham universitetining tadqiqotchisi Uyg'urshunos Ryan Sammo baho so'z yozgan. U xatida Pokiston bosh ministri Imron Xonni tilga olgan. O'tgan mezgilda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qattiq bostirishlarga qarata Pokiston bosh ministri Imron Xon o'zining bundoq bir vaziyatning borligidan xabari yo'qligini bildirgan edi. New York vaqti gazeti bu yerda nima uchun deydigan savol yo'q. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan eg'ir bostirish va qattiq ta'qib siyosatlari ijtimoiy taratqular orqali xalqaroga oshkora bo'layotgan bir paytda Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan New York vaqti gazeti muxbirining ziyorat xotirasi shu yerdagi vaziyatni texmo aynan yoritib berdi. Muxbir Paul Muzor Qashqar shahrida 4 kun ziyorati bo'lgan bo'lib, bu jarayonda 7 nafar Xitoy soqchisi izchil uning iziga tushgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Paul Muzor yerlik aholilar bilan fikr almashtirishga uringan bo'lsa-mu, halbuki Xitoy soqchilari buningga to'sqinlik qilgan.
Ular onu tekshirish punktlarida to'xtatib, qo'l telefonlarini tekshirgan va ichidagi rasm va sin ko'rinishlarini o'chirib o'tgan. Uning deyishicha, Qashqar shahrining ichidagi har qanday yerga berish uchun cho'qim tekshirish punktidan o'tishi shart ekan. Bu xil punktda bir yeshil yo'l bor bo'lib, bu yo'l maxsus sayohatchilar va Xitoy aholilari uchun yasalgan ekan. Ular kimliksiz o'tib keta oladi ekan, ammo Uyg'urlar cho'qim kimlikni ko'rsatishi shart ekan. Muxbirning bayonlarida ma'lum bo'lishicha, Paul Muzor o'zining bir xizmatdoshi bilan mashina ijara elib sayohat qilmoqchi bo'lganda, Xitoy soqchilar atalmish qatnash voqeasini sabab qilib, yo'lni to'sib olgan. Uning bayonlaridagi bir qiziq nuqta shuki, qatnash voqeasi paydo qilgan 3 mashinaning hammasi bir yo'lnishda to'xtatib qo'yilgan bo'lib, sirtida hech qanday so'qilgan iz yo'q ekan. U mundaq deydi: "Bir kuni bir Xitoy soqchi bizni yo'lda to'sib oldi va xizmatdoshimning qo'l telefonini tekshirib, ichidagi bir to'gining suratini o'chirib o'tdi. Xizmatdoshim sababini so'raganida, u soqchi javoban Xitoyda nima uchun deydigan savol yo'q dedi." Aqar Amerika muavin davlat mudofaa ministri bilan ko'rishdi. Turkiya davlat mudofaa ministri Hulusi Aqar Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat mudofaa ministri Patrik Shanahan bilan ko'rishdi. Davlat mudofaa ministri Hulusi Aqar Washingtondagi uchrashishlar doirasida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrligida Amerika muavin davlat mudofaa ministri Patrik Shanahan bilan elib borgan uchrashishida ikki davlat munosabatlari, Suriya krizisi, davlat mudofaasi sanoatida o'zaro hamkorlik va rayonlik o'zgarishlar haqida muzokara elib bordi. Uchrashishda ministr Hulusi Aqar tarafidan Suriyada shakllantirilishi planlanayotgan bexatar rayon, Rossiyadan setib olinadigan S-400 boshqariladigan bomba mudofaa sistemasi, F-35 tipli aeroplanlar va Sharqiy Oq dengizdagi o'zgarishlarga aloqador fikr-talablar o'tirg'i qo'yildi. Uchrashishda yana Turkiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi strategik hamkorlik doirasidagi hamkorlikning har ikki davlatning, rayonning va butkul dunyoning muqimligi va bexatarligi uchun nihoyat zo'r ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Charles Sommeris uchrashishdan keyin e'lon qilgan yozim bayonotida mundaq dedi: Hulusi Aqar bilan Patrik Shanahan strategik hamroh davlatlarning ministrlari bo'lish sifati bilan bir yerga jam bo'ldi. Uchrashishda Turkiya Amerika o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, Washington bilan Anqaraning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotidagi ikki sherik davlat bo'lish sifati bilan ham ikki davlat o'rtasida hamda rayonda bexatarlik va iqtisodiy farovonlikni ishga oshirishni ko'radigan holda muzokara elib bordi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.